Üçüncü asas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni tanış. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İmam Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvehhab rahimuhullah'ın İslam'daki üç asasqa hürmetki sezavar Şeyh Abdurrahman bin Nasir el-Berrak rahimuhullah'ın bergen şerhidin üçüncü asas ve onun şerhisini okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bendinin bilişi vacip olan asaslardan üçüncü asas, Peygamberimle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni tanıştır. Evet küçünün bayanı yukarıda zikir kılındı. O Allah subhanahu ve teala'dır. Risalet, peygamberlik, İslam dinidir. Şeyh rahimahullah nöbette evetülgüçi yani peygamber doğrusunda toxtuludu. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onu tanış vaciptir. Andın Şeyh Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni kısıkça tanıştırıp Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın nesebini bayan kıygan. O Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmutallib İbni Haşim'dir. Haşim Kureyş kabilesidendir. Şunun için o ve onun kabilesi Beni Haşim yani Haşim'nin balları değildi. Haşim Kureyş'ten bulup o Haşim İbni Abdümenaf İbni Kasi İbni Kelab'dır. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın nesebi onundan keyin Adnan'gıça yetip bardı. Kureyş Arap'tan bulup Arap İsmail İbni İbrahim Halil aleyhissalatu vesselam'nın avladıdındır. Bizning Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin nesebi İbrahim Halil aleyhisselam'ның oğlu İsmail'gıça yetip bardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şundaq degen. Hakikaten Allah İsmail'nin perzentlerinden Kenana'ni talladı. Kenana'dan Kureyş'ni talladı. Kureyş'ten Beni Haşim'ni talladı. Beni Haşim'den meni talladı. Müslim 2276. hadis. Andın Şeyh rahimahullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömrünü bayan kılıp şundaq degen. Onun ömrü 63 yıl bulup, ömrüden 40 yılı peygamberlikten ilgirki vakit, 23 yılı peygamberlik ve Resulluk mezgilidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin 40 yılı keyin özüge kelgen nerse yani ilahi vahidin behaber haleti ötken. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve in kunte min qabrihi leminel gafilin. Tercümesi, bunundan burun bu kıssadan hakikaten bir haber idin. Sure Yusuf 3. ayet. قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Tercümesi, eğer Allah irade qilsa, sizlarga uni yani Qur'onni tilovat qilmas edim. Allah'mu uni men arqılıq sizlarga bildirmez idi. Aranglarda onundan yani Qur'an nazil bo'lishdan ilgari uzun zaman turdum. Mucize bo'lgan bu Qur'onning faqat Allah tarafidan nazil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmamsizlar degan. Sure Yunus 16. ayet. O
hayotinin oxirgi 23 yilini payg'ambarlik va rasullik bilan o'tkazdi. Ondan Shayx rahimahulloh Qur'ondagi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar va rasul qilinishi uchun nozil qilingan oyatlarni zikr qildi. Shayx rahimahulloh bu haqda u Iqra oyati bilan payg'ambar qilindi deydi. Ya'ni uningga Alaq surasining 5-dagi oyatlar nozil qilinishi bilan u payg'ambar bo'ldi. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zining Hiro g'orida ibodat qilayotganda Jibril alayhissalomning kelganligini bayon qilib shunday degan. Jibril menga o'qi dedi. Men o'qiy olmayman dedim. Ondan Jibril meni tutib qattiq bir siqib qo'yibdi va yana o'qi dedi. Men o'qiy olmayman dedim. Ondan Jibril meni ikkinchi qitim tutib qattiq bir siqib qo'yibdi va yana o'qi dedi. Men o'qiy olmayman dedim. Ondan Jibril meni uchinchi qitim tutib qattiq bir siqib qo'yibdi va اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Tercümesi yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qig'in. U insonni laxt qondan yaratdi. O'qig'in. Rabbing eng karamlikdir dedi. Buxoriy 3-hadis. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'ldi. Al-Muddathir oyati bilan rasul qilindi. Chunki u surada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishilarni ogohlantirishga buyurilgan. Uning yurti Makka bo'lib, Madinaga hijrat qilgan. Haram, ya'ni Makka Allah uchun eng afzal va eng suyumli shahardir. Allah subhanahu va taala payg'ambarlarning eng afzalini eng afzal shahardan, eng sharafli qabiladan tanlagan. Shayx rahimahulloh shunday degan. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Tercümesi ey vahiy nazil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkinib olg'uchi payg'ambar, tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Rabbingni ulug'la, kiyimingni pok tut. Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Ko'p elish niyatida berma, ya'ni bir kishiga biror sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa elishni tama qilma. Rabbing roziligi uchun qavmingdan yetgan aziyatga sabr qil. Sura Muddathir 1-oyatdan 7-oyatgacha. Qum fa'anzirning ma'anasi shirkdan ogohlantirib tavhidga chaqirgan va robbaka fakabbir, ya'ni Allohni tavhid bilan ulug'lig'in. Va thiyabaka fatahhir, ya'ni amallaringni shirkdan poklig'in. Va rujza fahjur, ar-rijz butladir. Hajariha butlani va uning ahlini terk etish. Butladin va uning ahlidan ada juda bo'lishdir. Al-Muddathir yugini olg'uchi deganlikdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ashu, ya'ni yugini olgan holatda tug'anda uningga farishta kelgan. Shayx rahimahulloh shunday degan.
10 yıl tevhidga chaqirdi. 10 yıldan keyin Miraj kechisi osmonga elib chiqildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 10 yil tevhidga chaqirib, axloqliq bo'lish, iffatlik bo'lish, sil rahim qilish va sadaqa qilishga buyurdi. Ondan Masjidi Haramdan Aqsa masjidiga opirildi. Ondan Aqsa masjididan osmonga elib chiqilib, o'z ko'zi bilan ko'rganlariga shohid bo'ldi. Payg'ambarlar bilan uchrashdi. Onunğa 5 vaqt namoz farz qilindi. Aslida bir kech kunduzda 50 vaqt namoz o'qish farz qilingan bo'lsa-mu, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Rabbidan davomli yengillatib berishini so'rashi natijasida namoz 5 vaqtga yengiltilgan. U Mekkada 3 yil namoz o'qidi. O'ziga 5 vaqt namoz farz qilingandan keyin Madinaga hijrat qilishga buyurildi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va uning sahobalari Makkada arziyatga uchragan edi. Shuning bilan uning ba'zi sahobalari Habashistonga 2 qitim hijrat qildi. Ondan islom Madinaga yeyilib, Madina islom diyoriga aylangandan keyin Ansarlar Mekke'ye kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge özlerinin yeniği kelse onu himoya qiladiganligi ve yardım beradiganligi to'g'risida bay'at qilgandan keyin Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning Madinaga hijrat qilishiga ruxsat qildi. Shuning bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Abu Bakr radıyallahu anhu Madinaga hijrat qildi. Şeyh rahimahullah shundoq deydi. Hicretning haqiqati shirik diyoridan islom diyoriga ko'chishdir. Hicretning lug'at ma'nosi tark etishdir. Ko'chishmu bir shaharni tark etib, yana bir shaharga yo'tkilishdir. Bu hicret hukmining xos ma'nosi bo'lib, umumiy ma'nodagi hicret Allah çekligen nesini terk etişini gösterdi. Sahih hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılınğandek, muhacir degen Allah çekligen neslerini terk etken kişidir. Bukhari 10. numaralı hadis. Yani hakiki muhacir barlık günahlarını terk etküçüdür. Şeyh rahimahullah şundak deydi. Bu ümmetke şirik diyarıdan İslam diyarıga hicret qilish farzdir. Hicret kıyamet günügacha davomlashidir. Bunun delili Allah subhanahu ve Taala'nın bunu sözüdür. İnnellezîne tevaffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Tercümesi: Özleriga zulm qilg'uchilar, ya'ni hicretni terk etib kuffarlar bilan birga turg'uchilarning jonlari farishtalar tarafidan elindigan chog'da farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holatda edinglar deb so'raydi. Ular biz zaminda dinni barpo qilishdan bo'zaq qilingan edik deydi. Farishtalar hicret qilsanglar Allah'ның zemini kengri emasmidi
deydi. Eni şu hicret kılmaganlarning baradigan joyi cehennemdir. Cehennem nimi degan yomon joy? Fakat erlerden, ayollardan, balalardan çaresiz qalgan, yani hicret qilishga çare tapalmagan, yol bilmaydigan acizlar buningdan mustasno. Eni shularni Allah afu qilg'ay. Allah eng afu qilg'uchidir, eng mag'firat qilg'uchidir. Sura Nisa 97, 98, 99 ayetler. Bu ayetten görünüp turğanidek periştiler özlerinin dinini aşkar kılalmagan, hicret kılışka kadir turugluq, zörüriyetsiz, mecburlanmagan halda özlerini kavminin dinini körsetken musulmanlarga kayıgan ve ulağa barıdığan cayının devzak boluduğanlıqını bildirgen. Çünkü zimin kengri bulup, izilgüçi, horlangıcı ve zulüm kılgıcının düşmanlarını taşlap, Allah'ın kengri ziminlerinden birige hicret kılışka imkaniyet var. Hicret kılıştın aciz kelgenler yukarıki tehditten istisna kılıngan bulup, Allah subhanahu ve teala illel mustad'afin tercümesi acizlar bunundan mustasna dep ulanın la yestati'una hileten ve la yehteduna sabila tercümesi çaresiz qalgan, yani hicret kılışka çare tapanmagan, yol bilmeydigan kişiler ekanligini bayan qilgan. Hicret kılışının delillerinden yeni biri Allah subhanahu ve teala'nın bunu sözüdür. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون Tercümesi ey iman etkan bendelerim, mening ziminim hakikaten kengdir, mangala ibadet kılınla. Sure Ankabut 56. ayet. Bu ayette Allah subhanahu ve teala özünün mümin bendelerini dinni berpa kılışka kadir bulanmaydıgan şehirden Allah'ın kengri ziminiga, yani dinni berpa kılışka Allah'ını bir de bilip özleri buyurulgandek ibadet kılışka imkaniyet bar joyga hicret kılışka buyurgan. Me'alimet Tenzil degan tefsirinin muallifi meşhur tefsirshunos Husayn ibn Mas'ud, yani İmam Bagavi rahimahullah şundaq degan. Bu ayet Mekke'den hicret kılmagan musulmonlar to'g'risida nazil bo'lgan. Allah ulağa iman ismi bilan xitob qilgan. Me'alimet Tenzil 272. Eğer insan şirik ve küfür diyardı bulup, özünün dinini aşkar kılışka kadir bulalmasa, o kişinin müşrik ve küffarlarının zeminiden hicret kılışı vacip boludu. Hicret kılışının sünnetiki delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bunu sözüdür. Tevbe üzülüp kanmağıca hicret üzülüp kanmaydı. Gün g'arbdan chiqmoqcha tavba uzilib qolmaydi. Musnad Ahmad 499, Abu Davud 2479. Eğer kun g'arbdan chiqsa, tavba ishki taqilib, insonlarning tavba qilishiga, kofirning kufrdan, gunohkorlarning gunohidan tavba qilishiga imkon bo'lmaydi. Bu haqda Imom Buxoriy Abu Hurayra radiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bundaq deganligini rivoyat qilgan. Taki quyosh o'zi patgan yer, yani g'arbdan chiqmoqcha qiyomat bo'lmaydi. Kishilar u, yani quyoshning g'arbdan chiqqanligini ko'rganda iymon etadi. Mana bu
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Tərcümesi: İlgiri iman etməğanlarının yoki iman etib yaxşı iş qılmağanlarının etqan imani paydasız bo'ladigan vaqtdir. Sura An'am 158. ayet. Buxoriy 4635, Muslim 157 numaralı hadis. Yuqorida Payg'ambar alayhissalatu vassalamning Makkada 13 yil turgandan keyin Madinaga hijrat qilganligi bayon qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga yerlashganda zakat, roza, haj, jihad, azan, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sish va islom shariatining uningdan boshqa ahkomlarini ado qilishga buyurildi. Makkada Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga islomning 2 shahodatdan boshqa amal rukunlaridan eng avval 5 vaqt namoz farz qilindi. Madinada islom shariatlarining qog'iniga buyurildi. Ba'zilar zakat Makkada farz qilingan deydi. Lekin zakatning tafsiliy ahkomlari Madinada nozil bo'lgan. Roza hijratning 2-yili farz qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 9 yil roza tutgan. Sahih bayonlarga ko'ra, haj hijratning 9-yili farz qilingan. Namozga azan to'g'lashmi shu yili yo'lga qo'yilgan. Uningdan ilgari azan yo'lga qo'yilmagan edi. Yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish va jihad ham Madinada yo'lga qo'yilgan. Shuning bilan Madinada askar, qo'shinlar kuffarlarga qarshi jihad qilish uchun mangdirilgan. Shayx rahimahulloh shundaq degan: Buningga 10 yil ketdi. Uningdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'ldi. Ya'ni 10-yili Rabiul Avval oyida vafot bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinada to'liq 10 yil turgan. Chunki u Madinaga Rabiul Avval oyida kelib, 10 yildan keyin yana Rabiul Avval oyida vafot bo'lgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Shayx rahimahulloh shundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning dini boqiy qoldi. Bu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning dinidirki, ummatni barliq yaxshilikqa boshlab, barliq yomonlikdan ogohlantirdi. Bu din boshlaydigan yaxshilik tavhid ve Allah yaxshi ko'radigan, Allah razı bo'ladigan barliq ishlardir. U ogohlantiradigan yomonlik shirk ve Allah yomon ko'radigan, razı bo'lmaydigan barliq ishlardir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'ldi. Lekin Allah'ның dini mangu qoladi ve davomlashadi. Allah bu dinni qo'g'dashni o'z ustiga olgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan chaqda kishilar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vafotidan qattiq qayg'urib, aqlini yo'qotishgan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu kelib, kishilarga xutba o'qib, ularga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir inson ekanligini ve uning boshqa insonlarga o'xshashla vafot bo'ladiganligini bayon qilib, shundaq dedi: Kimiki Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, shubhisizki Muhammad o'ldi. Kimiki Allohga ibodat qilgan bo'lsa, Allah hayotdir, o'lmaydi. Ve u yana bunu oyatni o'qidi. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Tercümesi:
Muhammed faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar. Sura Ali Imron 144-oyat. Buxoriy 3688, 3667-numaralı hadisler. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda yana shundoq degan. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Thumma innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tehtasimun. Tercümesi, sen hakikaten ölüsen. Ulamı hakikaten ölüdü. Andın keyin sizlar qiyomat kuni Rabbinglarning dergahida bir-biringlar bilan da'vo qilishsizlar. Sura Zumar 30-31-oyatlar. Şeyh rahimahulloh shundoq degan. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni bütün insonlarga avatdi. Uningga itoat qilishni barliq inson va jinlarga farz qildi. Bunun delili Allah subhanahu wa ta'ala'nın bunu sözüdür. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Tercümesi, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, ey insanlar, men hakikaten sizlarning hammanglarga Allah tarafidan avatilgan elchiman. Sura A'raf 158-oyat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Tercümesi, seni biz fakat bütün insanlar üçün avatdik. Sura Saba 28-oyat. U barliq kishilarga, ya'ni Yahudi nasaralarga, butparastlarga ve başka insanlarga, Arabga ve Acemga avatilgan Allah'ның elchisidir. Kimiki u faqat Arabga avatilgan payg'ambardir desa, u kishi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemning Allah'ның elchisi ekanligiga guvohlik bermagan kofirdir. Xuddi ba'zi nasaralarning Muhammadning payg'ambar ekanligi rost, lekin u faqat arablarga avatilgan payg'ambardir deganidek, musulmonlardan kimiki shundoq deb qarasa yoki shundoq e'tiqodda bo'lsa, u islomdan chiqqan murtad, ya'ni dindan yenib olg'uchidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemning shariatidan chiqqan barliq kishi kofirdir. Sahih hadisda bayon qilinganidek, agar kishi ashu, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem akelgan dindan boshqa yo'lning ustida o'lsa, joyi davzaxti bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem shundoq degan. Muhammadning jini qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, Yahudi bo'lsin yoki Nasara bo'lsin, bu ummatdan birisi men to'g'riliq anglab turib, men elib kelgan dinga ishonmay o'lib ketsa, cho'qim davzax ahlidan bo'ladi. Muslim 153-hadis. Shu vajidan navbatda Yahudi va Nasaralarning e'tiqod qilayotgan dini botildir. Şeyh rahimahulloh shundoq degan. Allah Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem orqali dinni mukammal qildi. Shuning bilan mangu qoladigan mukammal shariat yetib keldi. Buning dalili Allah subhanahu wa ta'ala'ning bunu so'zidir. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Tercümesi, bugün sizlarning dininglarni kamil qildim.
sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Sura Maida 3-oyat. Bu din qiyomat qoyim bo'lguncha o'zining ahli uchun saqlanib qoladi. Sahih hadisda payg'ambar alayhissalatu vassalamdan mundaq rivoyat qilingan. Tarjimasi: ummatimdan bir top kishilar har vaqt Allohning buyruqlariga bo'ysunadi va ular o'zlariga yordam qilmaydigan va ularga qarshi turadigan hech kimning ziyonkashligiga uchramaydi. Ular toki Allohning buyruqi, ya'ni oxirat kuni kelganga qadar to'g'ri yo'l ustida bo'ladi. Buxoriy 3641, Muslim 1037-numaralı hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'lib ketadiganligining dalili Allah subhanahu va taolaning bunu so'zidir. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Tercümesi: sen hakikaten ölüsen, ulamu hakikaten ölüdü. Andın keyin sizlar qiyomat kuni Rabbinglarning dergahida bir-biringlar bilan da'vo qilishsizlar. Sura Zumar 30-31-oyatlar. Şeyh Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah shundoq degan: kishilar o'lgandan keyin terildiriladi. Bunun dalili Allah subhanahu va taolaning bunu so'zidir. Minha khalaqnakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Tercümesi: sizlarni zimindan yaratdik. O'lganinglardan keyin sizlarni yana ziminga qaytaramiz. To'piga aylansizlar. Sizlarni hisob elish uchun yana bir qitim zimindan chiqaramiz. Sura Taha 55-oyat. Vallahu anbatakum minal ardi nabata. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Tercümesi: Allah sizlarni zimindan yaratdi. Chunki atanglar Ademni tuproqdan yaratgan edi. Andın Allah sizlarni o'lgandan keyin ziminga qaytirdi. Ya'ni ziminda dafna qilinsizlar. Andın sizlarni qiyomat kuni zimindan chiqardi. Sura Nuh 17-18-oyatlar. Ular terildirilgandan keyin o'zlarining amallaridan hisob elinadi va amallariga yarasha mukofotlanadi yoki jazolanadi. Buning dalili Allah subhanahu va taolaning bunu so'zidir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Tercümesi: osmonlardagi ve zimindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot beradi. Sura Najm 31-oyat. Elhamdülillah, yuqorida İmam Şeyhul İslam Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullohning islomdagi 3 asosga hurmatga sazovor olimlardan Şeyh Abdurrahman bin Nasir al-Barrak rahimahullohning bergan sharhilaridan 3-asosning oldin qismini oldinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.